Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning muborak ushbu Muhammad ismlari biz yuqorida aytib o'tdik, Lavhul Mahfuzda ham bitib qo'yilgan dedik. Payg'ambarlar orasida tillarda doston edi dedik. Qiyomatda ham bu nom inshaalloh shafaat qiladi. Bu nom inshaalloh shafaat qiladi. Ba'zilar aytadilar-ki, Muhammad deb ism qo'ysa shafaat qilar ekan degan gapni ba'zilar yo'q narsa boshqa deydi. Biz aytamizki, agar Muhammad degan nomni inson Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga muhabbatan qo'ysa va o'sha ismni o'ziga ism qilib olgan inson ham bu ismni o'ziga Hazrati Muhammad Mustafa alayhissalatu vassalomga muhabbatan qabul qilsa, inshaalloh bu ism shafaat qiladi. Ya'ni garchi oyat hadislarda ochiq oydin bu kelmasa ham, lekin umumiy diniy tushunchaga ko'ra, ya'ni bu albatta foyda beradi insonga. Ba'zi bir odamlar tomonidan rivoyat qilinadi, ya'ni man wulida lahu mawlud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi kana huwa wa mawluduhu fil janna. Kim bir bola farzandli bo'lsa, unga Muhammad deb ism qo'ysa, bu ismga tabarrukan, u bilan o'sha bola jannatda bo'ladi degan gap bu tegi yo'q gap deydi ulamolar. Bu hadis emas. Ammo agar inson Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga muhabbatan u zotni Allohning rasuli deb sevib o'zini ismini o'zgartirsa yoki farzandiga ism boshqasiga qo'ysa, bu qanaqa qilib savob bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Albatta savob bo'ladi. Chunki inson Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga o'xshaydi deya kiyinsa savob bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga o'xshaydi deya u zotga o'xshab yursa savob bo'ladi. Nahotki ismini qo'ysa savob bo'lmaydi. Vaholanki Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom menga o'xshab kiyininglar deb buyurmaganlar. Menga o'xshab yuringlar demaganlar. Lekin inson, ulamolar aytadi, fiqhiy qoidaga ko'ra, usul fiqhiy qoidaga ko'ra, kimki muhabbatan Alloh Rasuli alayhissalatu vassalomga muhabbat nuqtai nazaridan, u zotni yaxshi ko'rganlaridan Muhammad qo'ysa, inshaalloh savob, ajr bo'ladi deb umidvor bo'lamiz.